Bu nima bilasizmi? Ha, bu shunchaki oq xalat. Lekin bu siz uchun oddiy mato bo'lsa, men uchun butun hayotim tikilgan kasb. Ter bilan, sabr bilan, ko'z yosh bilan sug'orilgan yo'l. Bu uyqusiz o'tkazilgan tunlar mevasi. Boshqa odamlar tinch uxlayotgan bir paytda men yurak urishini tinglagan onlar. Bu oq xalat ostida charchoq yashiringan. Yana chidashim kerak degan ichki kurash yashiringan. Ba'zan sevinchdan kulgan yuz, ba'zan esa yo'qotishdan keyin yig'lagan qalb yashiringan. Bu xalat qon hidini ham biladi, ko'z yoshining ta'mini ham. U ko'p marta qo'llarimni titratdi. Lekin hech qachon orqaga qaytishga ruxsat bermadi. Chunki bu yo'l oson yo'l emas. Bu yo'l inson hayoti bilan yuzma-yuz kelinadigan yo'l. Va bu xalatga yetish uchun mening butun umrim, butun mehnatim, yaqinlarim ko'magi, butun sarmoyam jalb qilingan. Bu oq xalat ko'pchilikka faqat hurmatdek ko'rinadi. Lekin u ichida qurbonlik bor. O'zimdan kechgan tunlarim bor. Bayramda ishlagan vaqtlarim, oilamni sog'inib sukut saqlagan kechalarim bor. Va bilasizmi, eng og'riqli joyi nima? Ba'zan qo'lingdan kelgani ham yetarli bo'lmaydi. Shunda sen shifokor emas, shunchaki inson ekaningni chuqur his qilasan. Shu sabab bu shunchaki oq xalat emas, bu mas'uliyat, bu vijdon, bu har kuni o'zingni sinovdan o'tkazishdir. Men bu xalatni yechsam ham u yuragimdan yechilmaydi, chunki bu mening ish kiyimim emas, balki bu mening taqdirim.